Do'stlar, mana bugun suv sambil safarimizni 22-kuni hozir mana bu quyonni qaranglar gigantligini. Do'stlar, hozir shu quyonga almashaman deb hozir Dilafroz opamiz echki olib kelibdi. O, qayda oldingiz buni? Quyoningizni menga bering, ataylab qo'shni qishloqqa Almashtiraman deb, sotib oldim. Siz lekin qarang opa, buni almashtirsa hozir buni o'lib qolmaydimi? Uni sut berish kerak bunga. Ha? Voy, ne deyik, ataylab siz jonivorlarga almashtiraman, jonzotlarga almashtiraman. Ha, joni bor narsalar, joni bor narsaga almashamiz. oling. Pul mulga, buyumlarga almash yo'q, faqat ko'ramiz. Nima deysizlar do'stlar? Almashtiraymi echkiga? Almashtiring. Opa, bu hali tusga to'ymagani, shunga aytyapman. Hech narsa qilmaydi. Qarang, o'zi tez katta bo'lib qoladi. O'tiydi. Nima deysizlar do'stlar? Xullas mana yo'ldamiz biz. Bugun 22-kunimiz. Hozir Toshkentdamiz. Inshaalloh Sirdaryo tarafga yo'l olamiz. Kuzatib turinglar. Mana quyonda echkiga almashaylikmi yo'qmi? Chunki echki hali sutdan chiqmaganda, opa, tushuning. Voy, ne deyik, unaqa qilmang, men sizni Xullas, bo'pti do'stlar. Obuna bo'lib kuzatib turinglar. Keyingi videoda bilasizlar nimaga almashishimizni variant qilib qo'yaman. Endi Yo, kommentda yozishsin, bering opaga, bering deb yozishsin, menga bering. opa, ma jonzotlar qiynab Buni qiynamaysiz, siz hech ham qiynamaysiz. Asalligini qayda olaman bunga? Enasini sutini qayda olaman? yo'l-yo'lakay siz olasiz. Iye. Do'stlar, xullas kuzatib turinglar. Keyingi videoda chiqaraman. Obuna bosaveringlar do'stlar. Men ham ko'pchilik obuna bo'lyapman. Mana biz Merlin va Nedigjan bilan safarimizni 22-kuniga keldik. Nedigjan mana charchamayapti, lekin Nedigjan qaytamga bu sherik bo'lganiga. Ha, sherik bo'lgani. Nedigjan o'zi egasini top. Ketasizmi? Ha, ketaman. Yo'q, qo'yavering unda. Voy,